Assalomu alaykum aziz obunachilar va kuzatuvchilar. Sizlar Sharifbek Uz kanalasizlar. Bizlar ba'zi bir sabablarga ko'ra videoni ola olmadik, lekin bizlar endi bugun sizlarga yangi yuklar kelgani haqida video olib beramiz va sizga kerakli mahsulotlar haqida video obzor men sizga qilib beraman. Ko'pincha so'rovnomalarga ko'ra bizga magazin, ya'ni oziq-ovqatlar magaziniga vitrinali xolodilnik, usti oynali xolodilniklar assortiment juda ham katta keldi. Mana hozir ko'rsangizlar bo'ladi. Mana bu yerga Cleo xolodilnikimiz kelgan. Bo'yi 210, eni 70 sm bo'lgan. İçlarini ochib qarasangizlar, mana bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta polkasi bor bunga. Hammasi temir polkalardan, zanglamaydigan materialdan yasalgan va 150 kilogacha, 100 kilogacha vazn ko'tara oladi. Bu yerga mana artelniki kelgan. Buni hajmi 390 litr. Xuddi shunaqa 5 ta polkaga ega. Va mana bu yerga keyingi xolodilnikimiz bu Cleo vitrinasi, buni ham hajmi 390 litr. Polkasi 1, 2, 3, 4 ta usti oynalik. Usti oynalik bo'la turib, bularni hammasini hozir Cleo va Artelni ikkalasini ham bizga Samarqandda servis markazlari, ya'ni 3 yil garantiyasi, servis xizmat ko'rsatish muddatlari bor. Bundan tashqari mana bu yerga uy sharoitiga maydaroq xolodilniklar kerak bo'lsa, masalan kimlar oladi podvalga, o'ziga uyga sharoitga qo'ysa, mana bu bo'ladi mana. Ichi ham mayda emas, kompaktli uyga bo'ladi. Mana shu. Bundan tashqari bizga muzlatgichlar, ya'ni morozinliklar keldi. Uni siz video davomida ko'rib olib qo'ysangiz bo'ladi. Video davomida men aytdim sizlarga morozinlik haqida men sizga ko'rsatib beraman, ya'ni muzlatgich. Mana bu yerda hozir kelib ko'rsangiz bo'ladi. Xing xolodilnikimiz, xing muzlatgichimiz morozinlik. Buni usti oynalik bo'lib, hajmi buni 268 litrga ega, garantiyasi 3 yil. Yana yaqinroq kelib ko'rsangiz agar, yaqinroq mana bu yerga o'zini reshotkalari bor. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda morojniy, pastiga go'sht va boshqa shunaqa mahsulotlarni alohida qo'ysangiz bo'ladi. 3 yil garantiyasi bor. Xing Xitoy mahsuloti, sborkasi ham Xitoyga. Mana bu yerda endi Premier firmasi turibdi. Bu 254 litr. Bu Xitoy qo'shma korxona O'zbekiston bilan chiqarilgan. Bu yerga ham xuddi shunaqa reshotkalar bor. 3 yil garantiyasiga ega. Undan tashqari mana dizayniga ham e'tibor bersangiz, dizayni ham juda ham chiroyli va 90 daqiqaning ichiga tez muzlatish funksiyasi bor, sabab kompressori Toshiba kompressor bo'lganligi uchun. Undan tashqari aziz obunachilar, bizga ko'pinchalar so'raydiki, morozinlik muzlatgich usti yopig'i bormi sizlarga deb. Albatta bizga bor. Men sizlarga bitta har bitta litraj bo'yicha va qanaqa xususiyatlari bor bo'lsa, men sizga ko'rsatib beraman. Mana birinchi mana bu yerga modelimiz Premier. Mana bu usti yopiq, sanduqli deyiladi. Ichi juda ham katta. Hajmi buniki 194 litr. Firmasi esa shu Premier. Xitoy qo'shma korxona O'zbekiston bilan terilgan, garantiyasi 3 yil. Bundan tashqari mana bu yerga o'tamiz. Bu yerga Premierni 200 litrligi bor. Bu ham katta. Garantiyasi 3 yil. Bundan tashqari xohlasangiz bundan ham bizga kattalari bor. Mana uni hajmi 290 litr Premier muzlatgichi. Aziz obunachilar, mana bugun bizlar talablarga binoan vitrina xolodilniklar va muzlatgichlar, morozinliklar haqida video obzor qilib berdik. Video yoqqanligini umiddaman. Like va podpiskalarni ayamaymiz. Keyingi video sizga qaysi mahsulot qiziq ekanligini obzor qilib bering desangizlar, shuni kommentariyaga yozib qo'ying. Qaysi mahsulot ko'p chiqsa, men shu haqida sizga video obzor qilib beraman. Ko'pincha odamlar bizlarni so'raydi, manzilimiz qayerda? Bizning manzil Samarqand shahar, Mirzo Ulug'bek 9-uy. Mo'ljal mana bu o'ng tomonimizga Pajarka, bizlarda ro'paramizga Pajarka, chap tomonimizga esa mana bu yerga pochtani ko'chasi joylashgan. Batafsil ma'lumot uchun men pastki nomerlarni, telefonlarni qoldiraman. Imo, Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. Mahsulot haqida, tushuncha, shu xarakteristikalar haqida va narx bo'yicha shu telefonlarga telefon qilib, Imo, Telegramdan, WhatsAppdan yozsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.